Assalomu alaykum do'stlar. Biz Rossiyadamiz. O'zbeklar ne iş etmeydi desinlar-ku? O'zbeklar her iş etadigan bular. Yine. İşör bir ot basıp atgan joy edi. Şöyle bu Farg'onalı akamiz parnik yasaptı. Parnik yasaptı. Endi bu tuxum akamiz ekasizmi aka deb so'rab yurdim. Ucu parnikda pomidorlari katta bo'lib ketibdi bu aka. Assalomu alaykum. Farqat aka, qalaysiz? Charchamasizmi aka? Yaxshimisizmi? Bu dehqonchilikni barakasini bersin asa. Shu o'tkazisizmi boy. Aka, buni kecha mana bularni yasab yuribdingiz. Bugun qarasam pomidorlaringiz o'sib ketibdi. Maşallah. Bu Rossiyadan ham shunaqa parniklari ko'rib, agursilari ekib yursa bo'lar ekanda. Mana. Buna qarang do'stlar. Odamzod etmaydigan ish yo'q, tim bo'l o'zbek xalqini. Pomidorlarina. Pomidorlari uju parnikda qalamchasini o'rnatib chiqibdilar buni. To'proq ham zo'rdan, Rossiyaning to'prog'ini ko'rgan bo'lsangiz, qap-qara, yani O'zbekistonda ders nechik bo'ladi? Ashunchaki to'proqdan bu mazali. Vejaksang o'zi ko'karib ketaveradi. Aka, bu qalamchasini qachon ekib qo'yadingiz buni? Tuxumga ekkanmidingiz? Uyda tuvakka. Stakan bor. Stakanga ekibedingiz men. Qancha vaqtda shuncha bo'ldi bu? Bu qancha qopida bu yaqin bu 25 kun bo'ldi-da. Agar yaxshi qarasangiz, bu bodring pishardi shu kungacha-da bodring. Qarang, mana bodring qarang. Ha, uju o'sib ketibdi, lekin gullamagan-a? Mana gullaganlar bor mana. Gullagan ham bormi? Mana gullaganlar. O, mana gullagan. Ha. Bunga mevalar qarashlar. stakanda güç etmagandan mı shunda? Stakishda bo'lgan. 25 kunda shuncha o'sdi hang. Общий hammasi. 25 kun o'sdi. Молодец. Siz biz bunga bunga zo'r bo'ladi. Endi bekka havo sovursa teshib qo'yamiz. 4-5 kar. Abrigatel. Qo'ysangiz noshka. Hozir ham baribir Rossiya salqin joy-ku bu yer. Yana iyunning 10-iyunida bo'ladigan bo'lsak, salqin havo. Men bir futbolkada to'ng'ib turibman, siz ham kasbni kiybersiz. Issiqda lekin bu narsalar o'zi ko'karib ketaveradi. Buni boshqarib bo'lmaydi-da bu pomidor degan. Tem bo'lmana agursini boshqarib bo'lmaydi. Uzog'i bir 20 kunda meva berib boshlaydi agursi degan narsa. Bu yer sovuq bo'lgani uchun shundan stakanda ekib qo'ygan ekanlar uy ichida. Stakanda shuncha o'sib ketdi, lekin gullagan baribir kuch yetmagandan buni meva tugishga. Mevalab bilmay qolgandan bu. Aka, endi bu yerga bitta tarvuz ham ekaylik, mana shu yer bo'sh ekanda. Tarvuz, qovun, Rossiyada tarvuz qovun ekib biznes qilib boyib ketamiz. Hozir nima chiqdi? Pereslar bor. Peresga. Ha. O'stay peres bor. Ha, peres ekasiz. Qalampir. Ko'chatlar bor, tayyor bor ko'chatlar. Ha, uni ham ekib qo'yibsiz. Tayyor turibdi. Молодец lekin. O'zbekistondan olib keldingizmi buni tuxumini? Bular ham urg'uni O'zbekistondan kelgan. Ha, bu yerda oldingiz. Akasa bu narsalarni hozir o'rnatdingiz, endi bugun o'rnatdingiz buni, to'g'rimi? Xudo xolasa bu meva kirgandan keyin ham bitta video qilib tashlaymiz buni endi. Bu O'zbekistonda shunaqa soha bilan shug'ullansangiz bo'lmaydimi? Parnik qurib, mana shuni masalan bir kunda parnik yasab tashladingiz-da bu teplitsani. Kattaligi qarorcha 2 metr bor o'xshaydi. 240 ga 350. 240 ga 350 ha? Katta joy, zo'r joy. Mana o'rtasida proxod ham bor, bunga qarang. Zo'r. Omadingiz bersin aka. Bosing. Mana Rossiyada bunday hamma joy go'nggo'k, daraxtlar ko'karib yotibdi, lekin
Soğuktan beri bir havanı çıktır. Bir yer soğuk baribir. O'zbekistonning issiq emas pagodasi. Atak yovvoyi o'tlar ko'karib yotibdi. Lekin uni pomidor, огурцы degan narsalar bu narsasiz bo'lmaydi-da, nima desa. Ular bunaqa yovvoyi narsa emaski, mana bu yovvoyi o'tlar bu qishda ham o'sib yotaveradi bu. Haqiqatdan sovuq. O'zim muzlab qolyapman hozirgi sovuqni ko'rib to'g'risi. Non yopib ketgandim. Svet o'sib qoldi. Rossiyadan ham svet o'sadi ekan jo'ralar. Rossiyada svet o'sib qoldi. Pechkada qozonda non yopadim. Videoma qo'yganman. YouTube kanalimga kirib ko'rsangizlar, profilda turibdi. Hozir endi gaz balon bor ekan. Gaz balonda davom ettirib yopib olamiz. Nisbatan. Akaza, men xamirlarni akkalib nima qilib yopib olaman nonni. Bo'lib pishirmaysiz tamam. Nima ochiq turibman? Uyingiz bo'ldi aka, men ketdim esa. Esa bu barakasini bersa xudo xolasa. Bosavering aka, joningiz sog' bo'lsin. O'zbeklar nima ish qilmaydi? Hamma yerda yo'lini topadi ular. Joningiz sog' bo'lsin aka.